Dafn marosimi. Tashqaridagilar boshi va oxiri yo'q gumbazsimon yop-yorug' olam ekan. Daraxtlar shamolda tebranar, qushlar sayrar, havoda mazali narsalarning hidi anqirgan. Chor atrofdagi chumolilar tinimsiz harakatda. Bir zum ham tek turish yo'q. Ustozlar yangi jangchi chumolilarni tashqarida kutib olishibdi. Bu yerda ustozlarga janob o'nboshi, janob ellikboshi, janob yuzboshi va janob mingboshi deb murojaat qilinar ekan. Nayza tish, qilich tish, xanjar tish, qopqon tish, bolta tish, ketmon tish va boshqalar janob o'nboshining qo'l ostiga o'tibdi. O'nboshi orqamdan debdi-da, ortiq so'z aytmay ularni bir tomonga boshlab ketibdi. Borgan joylarida 4 ta chumoli chuqur qazish bilan ovora ekan. Jangchilar jim qarab tura olmay o'nboshiga yuzlanishdi. Ular yangi uyga qazishyaptimi? Shunday bo'lsa, ruxsat eting, biz ham yordam beraylik. Janob o'nboshi bosh chayqab yo'q ishorasini qilibdi va jimgina kuzatib turishlarini uqtiribdi. Shu payt 4 ta chumoli bir bargni 4 tarafdan tishlab kelibdi. Bargda boshi katta, tanasi qiltiriq bir chumoli yotgan ekan. Unga nima qilgan janob o'nboshi? Odatdagidek jim tura olmay so'rabdi Nayza tish. U o'lgan. Kecha kechalada sizlarni suvdan qutqaraman deb o'lgan. Bizlarni deb? Ha, sizlarni deb. U eshik og'asi edi. Jalada enga suv kirmasin deb bahaybat boshi bilan in og'zini berkitgan. Inga bir tomchi ham suv o'tkazmagan. Olib qolishini bilmaganmi? Bilgan. Inga suv o'tkazmaslikning boshqa yo'li yo'q-da. U shunday qilmaganida biz hozir bu yerda gaplashib turmagan bo'lardik. Hozir hurmatini joyiga qo'yib tuproqqa topshiramiz. Bunday jangchilarga hamisha shunday ehtirom ko'rsatiladi. Boshi katta chumolini bargga o'rab qazilgan chuqurchaga joylabdilar. Keyin ustiga tuproq tortibdilar. Dafn marosimida ishtirok etayotgan barcha chumolilarning boshi egik qayg'uda ekan. Shundan keyin janob o'nboshi o'z shogirdlarini uyi og'ziga boshlab kelibdi. U yerda hozirgina dafn etilgan chumoliga o'xshagan kallasi katta chumolilar sergak turisharkan. Ular enga kirayotgan har bir chumolini bittalab ko'rikdan o'tkazib, keyin ichkariga kiritisharkan. Nayza tish e'tibor qilsa, eshik og'alarining qiltiriq tanasi inga sig'sa ham kallasi sig'mas ekan. Kallasi in og'ziga qopqoq bo'lib tushgani uchun ham ichkariga suv o'tmas ekan. Eshik og'alari boshiga bir kun o'lim kelishini bilib o'z ishini sodiqlik bilan bajarar ekan. Naqadar fidoyilik, naqadar jasorat. Shunday qilish Nayza tishning qo'lidan kelarmikan? Keladi, lekin uning boshi eshik og'alarinikidek katta emas-da. Janob o'nboshi, debdi u, bizning boshimiz qachon eshik og'alarinikidek katta bo'ladi? Hech qachon. Ular shunday tug'ilgan. Yana so'rasam maylimi? So'ra. Menga kirayotganlar o'zimizning chumollar-ku. Nimaga ularni sinchkovlik bilan tekshirishadi? Oralarida ayo'qcha begona chumollar bo'lishi mumkin. Begonalarning begonaligini qanday bilishadi? Hididan. Begonalarning hidi biznikiga o'xshamaydi. Eshik og'alari endi nechta chumoli bo'lsa, birini ikkinchisidan bemalol ajrata oladi. Ularga shunaqa qobiliyat berilgan. Shuning uchun ham eshik og'alarida ayo'qchi chumollarni aniqlashsa nima qilishadi? Shu zahotiyoq shartta kallasini uzishadi. Boshining kattaligi in og'ziga sig'ishmasa, qish kunlari sovuq tushganida nima qilishadi? Daraxt po'stloqlari orasida jon saqlashadi. Lekin sovuqdan o'lib qolganlari ham bo'ladi. Bu adolatsizlik-ku janob o'nboshi. Taqdiri shunday. Boshqacha yashay olishmaydi. Tangri taoloning ishiga aralashib bo'lmaydi. Keyin nega, nimaga deb muhokama qilinmaydi. Tushundinglarmi? Tushundik janob o'nboshi. Bekorchi ortiqcha savollar bergan bo'lsak, bizni kechiring. Hech qisi yo'q. Men ustozingizman. Har bir savolga javob berishim kerak. Bu mening vazifam. Bu masalada tortinmanglar. Javobsiz qolgan har bir savol ertaga boshqa balo bo'lishi mumkin. Orolchada asal. Endi deb janob o'nboshi biroz o'ylanib qolibdi. Keyin davom etibdi. Sizlarga bitta savol. Tasavvur qiling. Kechagidek toshqin bir dunyo yegulikni Orolchaga oqizib tashladi.
Oziq ovqatlar orolchada uvol bo'lib qolmasligi kerak. Unga yetib boradigan yo'l yo'q, atrofi suv. O'ylab ko'ring-chi, o'sha ne'matga qanday qilib yetib olsak bo'ladi? Qani kallangizga biron bir aqlli reja keldimi? Hamma jim bo'lib qolibdi. Ha deb savol beraverib jonga tegadigan narsa tish ham mum tishlagandek miq etmabdi. Sezib turibman, javob berishga qiynalyapsizlar. Chunki bu holat sizlar uchun yangilik. Hozir o'sha voqea sodir bo'lgan joyga boramiz. Oroldagi yeguliklarini qanday qilib tashib olish mumkinligini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Bu sizlar uchun yana bir hayotiy dars bo'ladi. Ular ko'p yurmay kattagina ko'lga duch kelishdi. Ko'l kechagi jaladan keyin paydo bo'lgan ekan. Ko'lning o'rtasida orolcha bo'lib, undan ajralib ajib bir xushbo'y hid taralar ekan. Asal. Ha, orolda arilarning bir bo'lak uyasi turgan ekan. Shu payt ko'l bo'yida ishchi chumollar paydo bo'libdi. Ulardan biri hech ikkilanmay suvga tushibdi. Orqa oyoqlarini qirg'oqqa botiribdi. Ikkinchi chumoli uning ustidan yurib oldinga o'tibdi va orqa oyoqlarini suvda sherigining oldi oyoqlariga zanjir qilib tashlabdi. Keyingilari ham shu ishni takrorlashibdi. Hash-pash deguncha chumolilar bir-birlariga ulanib orolchaga yetib boribdilar. Jonli ko'prik hosil bo'libdi. Qolgan ishchi chumolilar ko'prik ustidan o'tib asalni inga tashiy boshlabdilar. Jangchi chumolilar bu manzarani ko'rib qoyil qolishibdi. Hatto bu jarayonda o'zlarini sinab ham ko'rmoqchi bo'lishibdi. Ammo ustoz hozircha ko'rib ko'zlaringiz pishsin deb ishlashga ruxsat bermabdi. Nihoyat orolchada tashib oladigan nasiba qolmagan shekilli ko'prikka aylangan chumolilar bir-birlarining ustidan yurib qirg'oqqa qayta boshladilar. Vazifa a'lo darajada bajarilibdi. Allohning ne'mati uvol bo'lmabdi. Nazitash odatdagidek savol bermay tura olmabdi. Janob o'nboshi, orolda asal borligini chumollar qanday bilishadi? Shamol yordamida bilishadi. Shamol asal hidini biz tarafga olib keladi. Bu masalada biz ko'pincha shamolga va o'zimizning hid bilishga mas'ul mo'ylovchilarimizga ishonamiz. Endi esa bundan-da qaltisroq voqeaga guvoh bo'lasizlar. Qani men bilan yuringlarchi, deb janob o'nboshi shogirdlarini boshqa bir tarafga boshlabdi. Qutqaruv. Ular yura-yura tubsiz jarlik yoqasidan chiqib qolishibdi. U ham kechagi ofat, jala tufayli hosil bo'lgan ekan. Jarning narigi tomonida ishchi chumollar qolib ketib, bu tomonga o'ta olmayotgan ekanlar. Ularni tezroq qutqarib olish zarur edi. Bo'lmasa qaroqchi chumollar izidan kelib qolishi va asirga olishi mumkin. Jar yoqasiga bir talay qutqaruvchi chumollar yetib kelibdi. Ular ko'rinishidan kuchli serharakat ekan. Ajabo, ular bir-birining yelkasiga chiqib tip-patik ustun hosil qila boshladilar. Narigi tarafdagi chumollar u yoqdan bu yoqqa yurib o'z xursandchiliklarini bildirishar, omon qolishlariga umidlari ortib borar ekan. Jonli ustun o'z mo'ljaliga yetib narigi tomonga asta-sekin og'a boshlabdi. U jarga ko'prik bo'lib tushib qolibdi. Ularni sabrsizlik bilan kutib turgan chumollar jonli ko'prik ustidan shoshilib o'tishni boshlashdi. Bu qutqaruv ishlarini o'nboshining shogirdlari hayrat bilan kuzatib borishibdi. Janob o'nboshi, debdi boltatish tashvish bilan. Jarning u tarafidagi chumollar bu yoqqa eson-omon o'tib olishar. Lekin jonli ko'prikning holi ne kechadi? Ko'lda ularni suv ko'tarib turgan bo'lsa, bu yerda tayanadigan narsaning o'zi yo'q-ku. Oyoq osti tubsiz jarlik yo sheriklari qutqarib jonli ko'prik hosil qilganlar halok bo'ladimi? Qutqarish oxiriga yetsin, nima bo'lishini ko'ramiz. Chindan ham bu qutqaruv ishi juda qaltis va xavfli. Kutilmaganda har qanday ko'ngilsizlik bo'lishi mumkin. Nihoyat jarning narigi betida turganlar hammasi bir tarafga o'tib olibdi. Shu payt to'satdan qaroqchi chumollar paydo bo'lib qolishibdi, ammo ular kech qolishibdi. Tayyor o'lja qo'ldan chiqibdi. Biroq ro'parada jonli ko'prik turgan ekan. Uni mo'ljal qilib tashlanishibdi.
Jarning bir tarafida turgan minglab chumolilar jonli ko'prikka yopishib, bir zanjir bo'lib uni orqaga torta boshlashibdi. Ko'prik oldingi tik holatiga kela boshlabdi. Jonli ko'prikka tashlangan qaroqchi chumolilar esa jarlikka qulashibdi. Birdamlik g'alaba qozonibdi. Bu voqea ham yosh jangchilar uchun bir umrlik dars bo'libdi. Ustoz, debdi Boltatish, qaroqchi chumolilardan bizni shu jarlik ajratib turadimi? Xuddi shunday. Jarlik uzunmikan? Buni alohida o'rganib chiqish kerak. Shundagina bir nima deyish mumkin. Ruxsat bersangiz, men jarlik ustiga ko'prik qurishga kirishsam. Barakalla, lekin bunga hali erta. Jangga safarbarlik e'lon qilinsin, ana o'shanda ishga kirishasan. Aslida jang paytida bunday ishlar senga o'xshagan Boltatishlar zimmasiga tushadi. Buni tushunib yetganingdan xursandman. Fursat bo'lganda bu haqida sen bilan alohida gaplashamiz. Yosh jangchilar endi faqat tomoshabin bo'lib emas, haqiqiy jangchi sifatida bilimlar va kuchlarini sinamoqchi bo'lishibdi. Ustoz, ishchi chumollarni qutqarishimiz kerak. Biz jang qilishga tayyormiz, debdi Nice. Hali atrofda o'rganmay turib, ishchi chumollarni qayerdan, qanday topasizlar? Dushman qo'lidan qanday qilib qutqarasizlar? Qishda hammamiz och qolib, qirilib ketmasligimiz uchun ishchi chumollarni tezroq qutqarishimiz kerak. Ona chumoli shunday degan.